Kecha ijtimoiy tarmoqlarda mushuklarni azoblab, qiynab, ularni o'ldirgan shaxslarning videosi tarqaldi. Qonunchilikda bu xatti-harakatlarga nisbatan albatta javobgarlik belgilangan, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda hayvonlarga nisbatan bunaqangi shafqatsiz munosabatda bo'lib, g'araz va past niyatlarda ularga azob berib, qiynov berish bu bazaviy hisoblash miqdorini 3 baravardan 5 baravar miqdorda jarima solinishiga sabab bo'ladi. Endi yuqoridagi xatti-harakatlar sodir etilib, shaxsga nisbatan ma'muriy jazo qo'llangandan keyin o'sha shaxs 1 yil davomida yana takroriy shu holatlarni takrorlaydigan bo'lsa, bunda javobgarlik 5 baravardan 10 baravar miqdorigacha oshiriladi. Yoki bo'lmasa 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanishi mumkin. Sizlar nima o'ylaysiz? Aynan mana shu javobgarlik ularga nisbatan kammi yoki ko'paytirish kerakmi? Endi Jinoyat kodeksiga qaraydigan bo'lsak, hayvonlarga nisbatan bunaqangi shafqatsiz munosabatda bo'lib, ularga azob berish, qiynoqqa solish va shu harakatlar natijasida ular o'ladigan bo'lsa yoki mayib bo'ladigan bo'lsa, bunda bazaviy hisoblash miqdorini 25 baravaridan 50 baravar miqdorigacha jarima solinishi mumkin. Yoki bo'lmasa 6 oygacha ozodlikni cheklash yoki 6 oygacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.